Assalomu alaykum do'stlar, sizlar Goldboys Jamos kanalidasizlar. Do'stlar, nega aktiv emasizlar? Kommentariya 0 edi. Bitta odam yozibdi Chelsea bilan Liverpool. Mayli, shu fikr inobatga olib, men Chelsea ukam Liverpool bo'ldi. Do'stlar, nega aktiv emasizlar? Aktiv bo'laylik. Go. O'yin boshlandi. Chelseachilar olovchilar qoldiramiz kommentariyada, Liverpoolchilar yuraychilar qoldiramiz. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun Chelsea va Liverpool o'rtasida raqobat bo'ladi. Futboldagi raqobat. Do'stlar, bilasizlar, har safar ukamni yutqazaman. Negaligini aytaymi? Sizlar aktiv emassizlar. Sizlar aktiv bo'lsanglar, men yutaman. Iloji boricha bu o'yin gollarga boy qilamiz bu o'yinni. Qo'limizdan kelgancha. Do'stlar, men 112 Vardars tushirdim. GG. Do'stlar, men 114 Gyökeres, 112 Mateta, 111 Milenkovic tushirdim. Keyin 107 hujumchi tushirdim. Ko'rgan bo'lsanglar. Keyin meni o'g'lim ahamiyat bergan bo'lsanglar 110 bo'ldi, 109 edi o'g'lim. Sezgan bo'lsanglar. Chiqdi do'stlar, chiqdi. Ozgina qoldi. Ovozimga. Yetib kelmadi do'stlar. Do'stlar. Offside-mi? Offside. Ela desce, ela sobe, no baile a pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando. Nega pas bermadim? Qaytma tepmoqchisi. Gol kirgizmoqchi edi Vinicius Junior. Do'stlar, hujum yomon yondiryapman. Do'stlar, sizlar shunaqa aktiv bo'lib turinglar, hujum zo'r bo'ladi. Men ham ukamni yutishga harakat qilaman. Keyin o'yin gollarga Do'stlar, iloji boricha gol urdirmasdan turishim kerak. Hatto 0-0 bo'lsa do'stlar, nimalar qilyapti? Qanaqa kuchaytirib Voy. Bekor beribman-da, bekor beribman. Do'stlar, bunday qilamiz hozir. Voy, qayoqqa tepdingiz? Bunday qilamiz. Ancha kuchayib ketdi. Do'stlar, va'da berdik, va'damiz ustidan chiqayotganimiz yo'q. Lekin do'stlar, qo'ldan kelgancha bo'ladi. Men o'pman do'stlar, nega ko'rmadim? Do'stlar, bu videoga like bosib qo'yinglar, keyin bu kanalga. Do'stlar, qana bo'lib qo'yadi bu? Himoyasidan o'tib bo'lmaydi. Voy. Do'stlar, tan olaman, o'g'rim ukamga ketam, baland bo'lsa ham. Ugl do'stlar, uglda bilasizlar. Men chatag'man. Do'stlar, bu safar emas. Do'stlar, zo'r o'yin bo'ldi. Men fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Birinchi time. Hujumga boy bo'ldi-da do'stlar. Eng qizig'i Ela desce, ela sobe, no baile a pressão. Men hatto yugurdim do'stlar. Do'stlar, почти birga bir edi. No. Chilwell. Ozgina qoldi. Pacho xato qiladi-da. Do'stlar, nima qilyapti do'stlar? Do'stlar, meni bilasizlar, qochoq. O'yinda ham, kompyuter o'yinida ham. Do'stlar, ishtirok emasman endi. Zo'r ketib qolarkan, lekin aldirgan ko'p.
Do'stlar, agar 0-0 bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz agar. Ming bor uzr, chunki ikkalamiz ham Se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto, no de nada. Pues si vienes a mi cama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto, no de nada. Pues si vienes a mi cama, a mi cama, a mi cama. No me aguanto, no de nada. zo'r o'yin. Shunchaki 1-0. Voy, Vinicius agar o'tib ketganda zo'r bo'lardi. Voy, 1-0 oldi-chi. 1-0. Mana birinchi gol urarkanman do'stlar. Sizlar shunaqa aktiv bo'lib tursanglar, men ukamni yutaman. Do'stlar, yo'q, yaxshi. Yotib olib qaytardi-yu. Futbolist degani mana shunaqa bo'lish kerak. Jonini berib o'ynash. Yotib olib bo'lsa ham qaytarish kerak. Mana Viniciusga o'xshab. Voy. 1-0 do'stlar, yutdim. Keyingi safar kim olib chiqaylik? Fikringizni kommentariyada yozib ketinglar. Shunaqa aktiv bo'linglar, like bosinglar, obuna bo'linglar do'stlar. Sizlar keyingi bu videoda kommentariyada aktiv bo'lsanglar, keyingi safar ko'p hisob bo'ladi o'yinda. Ham kuchli klublarni olib chiqamiz do'stlar. Kim olib chiqaylik? Fikringizni kommentariyada yozib qolinglar.